Qısqası, Gülxan onu bir ko'ribla aşık bo'lib qoldi. Yotoqdoshlari bo'libmi kichkinadan birga o'ynab cho'ng bo'lgan yaqin do'sti, savoqdishi O'rnisaning kuyinib qilgan nasihatlarga quloq solmay, aksicha uni o'ziga hasadxo'rlik qilyotdi deb qarab, uningdan yuz o'rib, dars tashlab, kunlarini Komil bilan o'tkazish bilan aldirish bo'lib ketdi. Orliqda Komil uni bir qancha yerdagi cho'ng-cho'ng do'kon, savdo saroylariga olib, buni o'zining eng kichik tarmoq shirkati deb tanishtirdi. Hatta shahar bo'yicha eng esil tez tomoqxonaga boshlab olib, opsi bilan tanishtirdi. Uning opsi Gulxonni bir ko'rish bilanla xuddi koni tanishlardek uning mangziga, peshonasiga suyib, uni baldiroq o'z uyiga kelin qilib aytishga oldirayotganligini bildirdi. Gulxon o'qishini tilga ilibdi, u ayol oldirab tenab eg'iz ochdi. Voy oltin tanlik chiroyli qizim, uyingizdagilarga jafosib o'qiyman deb nima qilasiz deyman. O'g'lim Komiljon tijorat doirasini kengaytib, necha yerda tarmoq shirkat do'konlarni ochgandan buyon o'zi yolg'iz yetishmay paypidak bo'lib ketyapti. Siz-chi qarang, uma qizim, endi o'qiyman demay, Komiljon bilan vaqtida to'yni qilib, Komiljon bolamning shirkatini boshqarishga hamdam bo'ling. Ming o'qisingizmi shu yanada xizmat uchun o'qiysiz-ku? Shundaqmi? Ha, shundaq bo'lgandikin, qarang. Ya bosh shirkatni yoki tarmoq shirkatni qo'lingizga ilib, o'zingiz beg, o'zingiz xon bo'lib, boylikning meg'izini chaqmamsiz deyman. Yana texi ota-onangizga pul deyishning o'rniga ularga monak avatib bersiz emasmi? Qandaq dedim? Gulxon o'ylanib qoldi. Demisimi o mehri issiq ayolning degini to'g'ri. Nima qiladi o'qiyman, ishlayman deb. O'qish bitirgan holatdami o'zi xohlagan xizmatni topa olamdi. O'zi yaxshi ko'rgan yigit bilan to'y qila olamdi. Yana texi bundaq mehribon ayolga kelin bo'la olamdi. U ko'p o'ylanish orqali maktabga bir eg'izmi tinib qo'ymasdan yuktoqlarini ammay Odul uyiga qaytib, ota-onasiga o'zining to'y qilmoqchi bo'lganligini aytdi. Ammo ota-onasi uning fikriga qo'shilmay qo'ydi. Gulxonning jidili qaytib, ko'zga Komil va uning zo'r egiligidan boshqa hech nima ko'rinmay, uydan yomonlab qaytib keldi. Va 2 hafta o'tmayla tegitakni aniq tekshirib ko'rmayla Komil bilan to'y xatini edib, uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ydi. Ammo to'ydan keyin 4 oy bo'lmayla Komil o'zining abdi basharsini oshkorladi. U qandaqdir shirkat qurgan, tarmoq do'kon ochgan xo'jayin bo'lmasdan, aksicha o'sha shirkatlarning birida yalinib ishlaydigan ishlamchi bo'lib chiqdi. Gulxon darg'azabga kelib, uning bilan so'qishdi. Urushdi, ajrashiman deb baqirib chaqirdi. Ammo Komil qo'liqini yopirib olib, atini chiqib ketsa, kechdi keladigan, ba'zida kun-kunlab uyga kirmay yo'qab ketadigan bo'lib oldi. Eliqi mehribon qaynonasimi o'chak kirib ketgan qurutdek o'zini ko'rsatmay qochib yurdi. Gulxon bu ayolning nada turadiganligini, nima ish qildiganligini bilmay, garang holatda bir yilni bilib bilmayli o'tkazib o'tdi. Kunlar bir-birini qo'g'lishib o'tayverdi. O'ylamagan yerdan to'y qilib 2-yilning beshida Gulxonning tenida g'ayri o'zgarishlar bo'lib, beyarim bo'lishga boshladi. U buni Komilga nachrat etgan bo'lsa-mu, ammo Komilning qirig'i kelib qo'ymadi. Amalsiz qolgan Gulxon doktorxonaga o'zi yolg'iz berib tekshirdi. Ma'lum bo'ldiki, uning bo'yi qolgan edi. U bu xabarni kashti Komilga aytdi. U xiyolida Komilni qattiq xushal bo'lib ketadi deb o'ylagan edi. Ammo o'ylamagan yerdan Komil
Buning hayron qolgudek, xush bo'lib ketgudek nimasi bor. Xotin kishi bo'lgandan keyin tug'digan gap. Bu mekanchig'da kunda birini tuqqajada, cho'p-cho'ng xotin kishi turib yilda birini tug'ib qo'yganning ajablangudek nimasi bor. Shuningga hayajonlanish ketamdi. Deginicha Gulxonga parvomi qilmasdan uydan yana chiqib ketib, bir haftagacha o'zini ko'rsatmadi. Gulxon yig'ladi, qoqshidi, o'z taqdiriga echindi. Yeniklik bilan o'qishdan, ota-onasidan voz kechib, bu yaqi yurtda uy o'choqliq bo'lganidan qattiq o'kindi. Kunlari yig'lash, qayg'urish ichida o'tganni ozdab, turmushi bog'ansiri qiyinchilik ichida qilib, ba'zida och, ba'zida to'q yurishga majbur bo'ldi. Mana endi ko'taranmasang sangiltib ol deb, uningga o'zi azaldan ko'ribmi, anglabmi baxmagan ikki bolani tashlab berishdi. Biroq Komil nada? Nima ish qilib yuriydi? Buningdan keyingi kunlarni qanday o'tkazish kerak? Onun beshining ichimi, teshimi qaytib, nima qilarini bilolmay tengirqab qoldi. Atsi Gulxon o'zining birdan-bir boyligi, yenidagi eng oxirgi bir tal oltin uzgini sanduqning eng tegidan oqtirib tepib, ikki bolaga noshliq berib bo'lgandan keyin ularning usti beshini metrlab o'lchib yetib, ularga uyda jim o'tirib turishni qayta-qayta jekilab, ishikni teshidan taqab qo'yishni o'yladi-yu, lekin bolalarga bir xavf-xatar yetib kelishidan, besham qaynonasining yo'q yerdan putoq chiqarib, ko'ngliga ozor berishdan ansirab, uyning ishkini o'chiq qo'yib, faqat darvozani teshidan ilib qo'yib, avval zagaxonaga berib, oltin o'zgini arzonli ilishiq setvatdi. Ondan kiyim-kechak sotadigan yaymiga kelib, ikki bolaga bir qo'rdan kiyim oldi-da, aldirab tinab uyga qaytib keldi. Uyga kelganda u ikki bolasi uyda atdiganki peti qip-yalang'och holda yotqanga yo'ginib, ko'zlarini paqirtib, uning qaytib kelishini saqlab turishgan edi. Gulxon avval qizning, ondan o'g'ilning kiyimini kiygizdi. U shundala bolalarga ish kiyim elishni unutib qolganligini esiga elib, o'zining beshiga o'zi paqqida birini urib qo'ydi. Kechiringlar bolalar, sizlarga ish kiyim elishni unutib qoptiman. Men uzun bo'ldi ish kiyim kiyib boqmag'ili. Burun opam kiydirib qo'yatdi, lekin mavachashma ichiga kusar kiymabdi. Boy shundoq deydi. Cho'ng onam soldirib opdi. Cho'ng onam kechkichi bizni opamizning qishig'i mangdirganda, mushunaq ko'ni kiyimlarni kiydirib, yangi kiyimlarimizni elib oldi. Mening ish kiyimim batdi. Opam baribir ish kiyimlarini onang elib oladi ekan deb, menga kiygili qo'ymadi shu. Ananglar kiyimlarni nima ish qilib oladi? Ish kiyim ya ananglarga patmasa? Sizlar doim mushunaq yirtiq kiyim bilan yuramsizlar? Maktabga borganda qanaqa qilasizlar? Dadanglarning kari yo'qmi? Gulxon bolalarga ich og'ritib tursa-mu, ammo bularni darmahal bolalarim deyishga og'zi bormay qoldi. Men maktabga borganda opam yangi kiyimlarni kiydirib mangdirabdi. Biroq opam o'gay dadam bilan to'y qilgandan keyin meni kashkicha onamning uyiga akab qo'ydi. Onam menga yangi kiyimlarni kiygili qo'ymaydi. Shunga maktabda bolalar meni qalandarning bolasi deb oraga olmaydi. Onammi bir gap, dadamning men bilan kori yo'q. Onamdan anglasam, dadamning aroq elishga puli bor ekan, bizni beqishga puli yo'q ekan. Shunga onam bizni kashkicha opamizning qishiga opirib qo'ydi. Qaysi kuni o'gay dadam onamni oljigan saron xotin, endi bu uyga kelib yana qaqirsang, putqulingni chiqib, opirdigan yoki o'zim opirib, beshimga kelganini ko'rman degandi. Onam shundan keyin u uyga o'zi kirishdan qo'rqib, meni eshik to'ydala kirgizaydigan bo'ldi. O'gay dadam menga chekchib, endi bu uyga kelsang, senimi onang bilan qo'shib putqulingni sindirib, itning o'rnidan non tashlab berib boqaman degandi. Men qo'rqib opamning qishig'i borolmay, onamning uyida turishga majbur bo'ldim. Gulxonning jafoliq kunlari boshlandi. U atiyini tong yo'rimasda o'rnidan turib, ikki bolaga tomoq etib, qo'rsqini to'yg'izgandan keyin
ularni uyda qoldirib, darvozani sirtdan taqab, o'zi yo'g'on qo'rsqini ko'tarib, shahar ichidagi har qaysi e'lon chaplangan joylarga berib xizmat izladi. Ammo uningga mos kelgudek xizmat uchirmadi. U 70ga to'qirib, yoldirib yurib, ming bir taslikda shaharga 10 kilometrcha keladigan joydagi bir xususiy tarbiyalash o'rinda davlat tili darsi o'tadigan vaqtli xizmatni topdi. Ammo ishga tushib 3-kuni bo'lganda suyimli qaynonasi ikki navrisini yo'qlab kelib, o'chqira qilib aytganda Gulxonni tinglab kelib, ikki bolaning uyga silab qo'yilganligini, Gulxonning bo'lsa sirqqa chiqib ketganligini uqib, olamni ma'lum qilib, kashkichi darvoza oldida saqlab o'ltirib, Gulxon ishdan yerib kelishi bilanla chalvaqib ketdi. Hey, siz qanday xotin, ha? Nimandaq mas'uliyatsiz, bizdan xotinsiz? Eringizni o asli to'la ko'tildab uyda xotirjam turg'ili qo'ymang. Endi mushu narsiydi balalarni jinoyatchidek uyga solab qo'yib, o'zingizni bozorga selib, qeri o'dakdek irg'anglab, kassangizni to'lg'ab, sirtlarda xaridor izlab lolmilik qilib yuramsiz? Ay, balalar uvalamazmi? Ay, men bilan qo'y qaringiz bo'lmasin. Endi mushu balalarning holidan xabar olmay, ularga nimishqa bunda qattiqlik qilib, uval qilasiz deyman. O'z satning qilig'i sat deb zodiga mushundaq chaplandi kelgunda odamlarning qo'lidan yaxshilik kelmaydi. Ya uyni bekolang, ya bo'lmasa g'it qisib uyda jim o'ltirib, singan tomog'ingizni yeb balalar obdan qarang. Navodi balalar bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, mendan yaxshilik ko'maysiz. Sizga deb qo'yay. Kulingizni kuk so'rab, sizni xuddi balalarni sulab qo'ygandek o'dil turmaga soltib etman. Berdingizmi? Gulxon tengirqab turibla qoldi. U bu xotinning gapi tugigacha taqat qilib turolmay og'zini qo'yibdi. Bu qandaq gap? Sen tazdigichi men tazdavalay degandek, o'g'lingizning uyi bilan kar bo'lmasa, men nima yeyman, nima kiyman? Buning bilanmi chattig'i bo'lmasa? Onu balışıklar meni aldab, ko'z buyamchilik qilib, bir bilan o'qishimdan, ota-onamdan tandirib, mush askoyga band qilib qo'ydinglar. Buni azdab, otam ko'migan, onam ko'migan ish kuchimni akilib tashlab berdinglar. O'g'lingiz bo'lgan odam o'z xotini, o'z pushti bilan kor yo'q. Uyga bir tiyin akirishning o'rniga topgan taginni qimorga o'tirib, gadangacha qarzga bug'ilib yursa, biz shamol yeb bo'ronga kirib o'tiramdik. Bir bo'lsa tayyor niyat yapti deysiz. Xizmat tepib uyni qamday desam, sirtqa chiqib lolmilik qildi deysiz. Men zodi sizga nima qilib bersam, ondan rozi bo'lardingiz. Ondan xush bo'lasiz, ha? Endi bildim. Sizlarning mushundoq nochorliqinglardan o uydagi ishki bola bekorga yetim bo'lmabdi ekan. Endi kelib qo'rsqimdagi bu tug'ilish oldida turgan balanimi yetim qilsangiz, ko'nglingiz ondan orom topadigan o'xshamamdi, ha? Hey, kelgindi buzuq, divani paskana. Ay, sen kimga gap qilyapsan, ha? Sen texmam kakirgidek bo'ldingmi? O'g'lim topganni yeb ichib, et ilib samirib, endi tiling chiqib qoldi sen gochining. Sen paskanaga tetimgan bu jonni ishtiq tashlab berman deb qo'yay sana. Turaxon shundoq deginicha Gulxonga yopirilib kelib, uning chechiga qo'l soldi. Gulxon o'zini o'ngshab bo'g'icha Turaxon chaqqan kelib, uning chechidan tortib turib, tasdiqiga nachini urvatdi. Gulxon o'zini qochirmoqchi bo'lib, kayniga dochish bilan santirilib ketib, bir tutam chechi qaynonasining qo'lida qoldi. Gulxon og'riq dastidan qattiq birini chayqirab, yerga o'ltirib qoldi. Turaxon bo'ldi qilay demakdi. U Gulxonning chechini yana bir kap qilib tutib, uning badaniga qora quyuq qo'l selishga boshladi.